Blogerni выходной kuni qanday o'tadi? Nima uchundir ertalab turgan paytim avtomobilchini недовольна. Bu yerda sizlarning reklamalaringiz bo'lishi mumkin edi. Itak, bugun kollagen ishlatganimga 3 kun bo'lyapti. Hammasi yaxshi. Hozircha turganimdan sразу montaj qilishni boshladim, chunki obedda turdim. Как будто hamma выходной qilganimni sezganday sразу dostavkaga yuborishdi menga sushilarni. Qaranglar, maza qilib yedik. Endi sochimni basseyndan keyin o'z ahvoliga keltirishni boshladim. Shunaqa qop-qora maskani sochimga surtadim, qora paketni boshimga kiydim. Endi montaj qilaman deganda dostavka keldi. Ikkita emas, 3 ta dostavka kelish kerak edi. Shu uchun planshetim bilan tushib, montaj qilib, dostavkalarni kutib oldim. Menimcha hamsoyalar ham, dostavщиklar ham hayron qolgan bo'lsa kerak meni kallamga. Keyin dostavkadan kelgan somsalarni yedik, o'zini montaj qildim va cho'milishga kirib ketdim. Cho'milib chiqdim, sochlarimni quritdim, masajkalarni qildim. Keyin makiyaj qilishni boshladim. Hech qayerga ketmayman, ammo syomkalarim bor uyda. Keyin qizlarjonlar Baby Nilushka reklama degan akkauntimga uyda o'tiradigan qizlarga yordam sifatida shunaqa barter evaziga reklama qilib berishga qaror qildim. Bu mendan yordam, хотя бы uyga o'tirib qanaqadir biznes qiladigan ayollar uchun. Короче, keyin raspakovka syomkalarimni qildim, yana bitta dostavka keldi, keyin ujinchani qildim. Keyin hammaga qiziq bo'lgan erim haqida video oldim.